Yevropa İttifaqı Xitoyning Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligiga chetishliq 4 nafar amaldori bilan bir hukumat apparatiga yurgizilgan jazoni yana 1 yil uzartmoqchi bo'lgan. Shuning bilan bir vaqtda Yevropa parlamenti 22 noyabr kuni Yevropa İttifoqining jazolash tizimligiga texnik ko'p Xitoy amaldorlarini kirgizishni munozir qilgan. Yevropa İttifoqi ilgari Uyg'ur avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komitetining muavin mudiri Jo Xaylun, Uyg'ur avtonom rayonlik siyosiy qonun komitetining sobiq sekretari, hozir Tibet Partikomining sekretari Wang Junjing, Uyg'ur avtonom rayonlik siyosiy qonun komitetining sekretari Wan Ningshan, Uyg'ur avtonom rayonlik Jexi nazoratining noziri Chin Mingo, shundaqla Xitoyning Xinjiang ishlab chiqarish qurilish Bingtuanini jazolagan. Türkiye İyi Partiyasining parlament a'zosi İbrahim Halil Oral 2022 yili 18 noyabr Ichki ishlar ministrligining Türkiye parlamenti plan va xomchot komitetida o'tkazgan doklad berish yig'inida hukumatning ko'chmanlarni boshqarish jihatiga yetersizligi haqida so'z qilganda Uyg'urlarning puhrolik masalasini o'tirib qo'ydi. Oral, davlatning Uyg'urlarga yetarli ko'ngil bo'lmaganligini va Uyg'urlarning Turkiya puhroligiga erishishda ayrimchilikqa uchraydiganligini ta'kidlab, yuzlagan Uyg'ur turklarining puhrolik iltimosi davlat bexatarligiga tahdid solgan degan bahona bilan rad qilindi dedi. Amerikadagi Breakthrough Institute nomli bir tadqiqot o'rni o'tgan hafta e'lon qilgan bir yangi tadqiqot dokladida dunyo quyosh energiyasi bozorining asosli ta'minlovchisi bo'lgan Xitoyning kun taxti mahsulotlarining Uyg'ur rayonidagi bostirish siyosati va uning Uyg'ur majburiy emgakiga zich bog'lanish ekanligi, shundaqla uning muhit bulg'anishi va zaharli karbon gazi qo'yib berishda cho'ng rol o'ynayotganligini tafsiliy sonliq ma'lumotlar bilan oshkorildi. Breakthrough Institute kun taxta imperiyasining gunohlari nomli dokladida xalqaro quyosh energiyasi sohasini Xitoy hukumatining Sharqi Turkistonda axloqiy o'lchamlarga uyg'un bo'lmagan kun taxta batareyasi ishlab chiqarishga qarata hal qilish chorasi tepishga chaqirgan. Yevropa İttifaqı bexatarlik va tashqi ishlar yuqori darajalik vakili Josep Borrell Yevropaning Xitoy bilan bo'lgan kundalik savdo summasining 2 milliard yevro ekanligini, shuningga Xitoy bilan bo'lgan munosabati qo'g'dishi kerakligini o'tirib qo'ydi. Yevropa parlamentining vakillari bo'lsa, Borrellni tanqidlab, Yevropaning xom ashyoda Rossiyaga tayinib qilganligiga o'xshash Xitoyga ham tayinib qilmasligi kerakligini aytdi. Türkiye'nin Düzce vilayetida 23 noyabr sahar soat 4:08da 5.9 bal yer tavirdi. Tavrash İstanbul, Bursa, İzmir qatorliq joylardami ro'shan ta'sirini ko'rsatdi. Turkiya doiralari nurg'on qitim qoldiq yer tavriganligini, hozirgacha o'lim ahvoli yo'qligini, 30 dan ortiq kishining yaralanganligini bildirdi. Düzce Anqara bilan İstanbul orasiga joylashgan bo'lib, İstanbulda yashayotgan nurg'un Uyg'urlar yer tavrash ta'siridan uyg'onib ketganligini va tavrashni his qilganligini bildirishdi.